Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli tumandoshlarimiz va tumanimiz mehmonlari. Avvalo mana shu ulug' ayyom kunlarda siz aziz xalqimiz, ko'p millatli butun yangilanish va yasharish bayrami bo'ldi. Navro'z bayramidan samimiy munosabatlar. Bu munavvar ayyom keyingi yillarda vatanimizda amalga oshiriladigan inson qadri uchun, inson baxti uchun degan oliyjanob g'oyalarga hamohang bo'lib, tom ma'noda xalq bayramiga aylandi. Hamda tumanimizning barcha mahalla va ko'chalarida keng nishonlanadi. Aynan shunday ezgu qadriyatlar tufayli yurtimizda aholi manfaatlari, ijtimoiy himoyasi, ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash, jamiyatning hech bir a'zosini mehr va e'tibordan chetda qoldirmaslik, mahallalarimizni obod qilish, yer va suv resurslaridan, barcha tabiat ne'matlaridan oqilona foydalanish ustuvor vazifamizga aylandi. Hurmatli tadbir qatnashchilari, atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida bu yilgi Navro'z shodiyonalari ham o'zgacha, yangicha ruh mazmunda o'tmoqda. Bugungi kunda Navro'z umumxalq bayrami mamlakatimizda qadriyatlarning boqiy bo'lsin, Navro'z degan bosh g'oya asosida xalq saylari shaklida yuqori saviyada keng nishonlanmoqda. Navro'z deganda avvalambor ko'z oldimizga yerga urib qadayotgan, ko'chat o'tkazayotgan Bobodilqon siymosi namoyon bo'ladi. Inson va tabiat o'zaro uyg'un yashaydigan ekotizim, sivilizatsiya yaratish Navro'zning da'vatkor g'oyalaridan biri. Ko'chat ekish, bog' yaratish, atrof muhitni toza va ozoda saqlash xalqimizning eng asrlar davomida sinovdan o'tgan milliy qadriyatlarimiz. Zero ajdodlarimiz oilada yangi tug'ilgan farzandga yerga